Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli baliq do'stlar, baliq ishqibozlari. Xudo xolasa chiroyli dam olgani ketyapmiz. Bugun menga hamroh Abdulla akam, Rustamjon, nevaram mana bosh rolda Oyatullo janob oliylari. Baliqlabdamiz, chiroyli dam olgani tekshirosh ketyapmiz. Mana chiroyli tabiat qo'yniga bas dam olgani tushdik. O'lari katta tog' ko'rinmadi-da. Ha? Ha, zo'r ekanmi? Yaxshimi senga? Ketdik endi. Ko'lda davom ettiramiz videomizni. Yo'lga chiqdik. Xo'p, xudo xolasa kelib mana joylanyapmiz. Qo'g'on tepadan yana mehmonlar kutilyapti. Xudo xolasa kelishadi bahodirjonlar. Yana kimlar bilan keladi bilmadim. Qarmoqlarimiz mana shay, xudo xolasa. Yemiga bu yerda problema yo'q. Yemiga shu o'zidan baliq chavalarni olib ovlab turib, chava solib baliqlar ushlash mumkin. O'tgan safargi videomda ko'rsatganman joylarini, soya salqinligini. Madaniy, tabiiy holatda xudo xolasa dam olib ketamiz. Sun'iy ichimliklar ham olmadik. Oddiy tarvuz, non, baliq o'g'irib yeymiz xudo xolasa, shunga kelishdik sheriklar bilan. Oyatullo, hali jarlashyapsizmi? Zo'r. Maqsad chiroyli madaniy dam olib ketishlik, baliq ovlab. Soya salqinda. Ishlayapmiz, hammamiz ham mehnat qilyapmiz. Mehnatimizga yarasha ozgina dam olib ketmoqchimiz. Hammaga omad. Video kuzatishda davom etinglar. Videolarni ko'rgan albatta klasslar bosib qo'yishni yodingizdan ko'tarmanglar. Osh bo'lsin. Bog'ni chiqarib yuborishdimi? Chiqib ketib qoldi nega? Chiqib ketib qolibdi. O, tortyapti menga qara. Tortib ketadi. Nima bo'lsa-chi? Oy, ketdi. O suvlarini olib qo'y oyoq ostidan. Qo'nalab olib qo'y. O dastonga olib borib qo'y. O'zingga xalaqit qiladi. Yeging kelsa bor yeb kelaversan. Tur. Ol. Nima emasmikin? Xudo xolasa bugun bo'ylalardan foydalanaman. Shunaqa bo'ylalarim bor. Maqsad yiroq baliq ushlash. Bu yerga non solsangiz, qamish solsangiz yoki meva-chevalar solsangiz, yarim soat yo'qolmasdan bitta baliq olsa bo'ladi. Lekin maqsad uzoqda bo'lsa ham yaxshiroq natija qilish. Xudo xolasa harakat qilib ko'raman. O'rtoqlar, ushbu ko'lni baliqlarini 1 kilosi 50 ming so'mdan. Kerakligini tutib, qo'g'irib yeb ketasizlar yoki uylarga olib ketishingiz mumkin. Maydalarini qo'yib yuboriladi albatta. Kerakligicha tutib ketishingiz mumkin. Biz ham o'zimizga kerakligicha 3-4 kiloni ushlaymiz, xudo xolasa qo'g'irib yeb ketamiz. Og'iz shashlik qilgani hamma sharoitlar bor, lekin bugungi maqsadimiz chiroyli baliqlardan olib baliq qo'g'irib yeb ketamiz, xudo xolasa. Shunaqa maqsadda kelganmiz. Rustamjonlar, naryoqda o'tirishdi. Baliq chopchidi.
Menimcha Bahodirjon keldi, Qo'rg'ontepaliklar. Boshqa ovchilarmi? Yo'q, Bahodir aka. Bahodirjon. Alaykum assalom. Do'stim. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kelinglar, charchamasdan boshladinglar. Maza qilyapsizlarmi? Kelyapsiz mana. Zo'r. Assalomu alaykum. Assalomu Hojiga, sizmisiz? Yaxshi ko'ryapsizmi? Sizmisiz aka? Ishlayman aka. Rahmat, o'zingiz beraman. Rahmat. Qiyinchiliklar bo'lmadimi? Assalomu alaykum. Sog'lashib, sizmisiz? Yaxshi ko'ryapsizmi? Bo'lyaptimi? Qalay? Biz zaman nevaram bilan qarmoqlab tashlab, sizlar kutib o'tiribsizlar. Billamiz hammamiz. Hey. Hojagalar oyoqlar qarab ketishdi. Ilash bo'ptimi? Ana. Natija bo'pti. Ular bilan ko'rishib kelamiz deganimizcha. Bolasi. Bolasi. O tashlagan chavag'inglarmi? Ashnaqamidi razmeri? Kichikroq edi. Bundan kichikroq edi. Kattalashibdimi? Sekin qo'yib yuboramiz chiqarib. Keling, oshni ushlab turaman. Ne olmuş? U kichkina-da u. Ne oldu? Qani? Qani? Shakalash? Assalomu alaykum. Yuribsizmi? Qani ojaga duo qilib qo'ying. Amin. Niyeki niyet maksatlarımız olsun. Amin. Amin. Maza qilib zamonalarga bugun. Xudo tabiiydan olamiz. Tabiiy. Tabiiy, zo'r bo'ladi hamma. Sun'iy narsalarni olib kelmading og'a. Yo'q, tabiiy, hamma yo'q tabiiy. Xo'p. Nali qarmog'ini to'kaligini uyapti. Katta qilib non solib qo'yganman. Nari tomonda Rustamjon o'g'li bilan natija qilishyapti. Ikkita uchta ushlab qo'yishdi ular. Sazan ekan. Ortayaptimi Ahmad Ali sen? Ketdi. Bormi? Yo'q. Shashildi. To'xtabdi, boshqa otasan endi. Kattaroq bormi? Hol egilyapti-ku qarmog'i. Mana. Bahodirjon g'am qilyapti o'zi, abedga ovqatsiz qoldik deb. Mana, natija. Pul bo'lsin.
suvda irg'idi shekilli baliq. O, bormi? O, naryoq Ustamjonda bo'pti. Abed ketadigan bo'ldimi? Senikidan tortyapti, sudrayapti. Tayyor bo'lib tur. Senikidan yaxshi sudrayapti. To'xtab qoldi. Zerikmayapsanmi ish qilib? Zerikmasang bu. Yo'q ekan. Korqam. Salqinmi? Tasmaya qarab ketibdi. Hech yo'q. Oo. Abed yetarli bo'pti yoshni. Ya bunaqada ikkitasi manaqadan qo'yib yuboribdi. Solinglar qolib ketdim. To'yga qolamiz 8 kishimiz. Ketdik. Bo'pti, tashlab qo'ying. Maydalarni qo'yib yuboramizda, yirilog'ini olamiz. Ilash bormi? Monga qarab qiyin, qalmoqda. To'qol suvga. Voy! Ko'rdingizmi? Bo'lsa mana baliqlarimizdan chiroyli bo'lib qo'g'irilyapti. Maza qilib olamiz, Muhammad Ali. Bir baliq qo'lliklarga. Yosh bolalardan uzoqroq qo'yiladi. Ko'choy berayim. Ko'choyini uzatay. Yo'q, bu ko'yam. Hozir pamilchasmi? Ko'kan bu ham. Ha, Bodirjon. Amerikan bitasi? Yo'q, ko'k. Hamma yo'q. Narsa qilyapti. Bir gapirib qo'ying. Nima deyman, maza qilib o'tiribdi. Kelmaganlar. Bak, pamchoy. Kelsanglar maza qilasizlar mana. Jo'ralaringlar kelinglar. Baliq tutsanglar mana. Oba liska baquvvat olsan, de. Haftada bir marta bo'lsa kelib dam olib kelsa Maza qilib o'tirasizlar. Liskalarga aytib qo'ying, hozir bo'lib O, bizib ketyapti. Hamurlarni aytmaysizlarmi? Oh. haqiqatdan chiqara olmayapmiz. Eski katta bo'lish kerak ekan. Men ham necha marta uzdirdim. Qani, hojiga o'zgarib bitta shulani qochirdik. Qani, solib qo'ying, olingchi. oyla. Hoji bobo. Yoqimli ishlar hammalarga. Ustamjon uni Yonilarga tovoqlam bor. Shakarotdan so'ra olasizlar shuni. Ya men sindirib qo'yibsiz. Shakarot solgan. Qani olinglar. Qani Muhammad Ali Oyatulla akasi bilan o'qilyapti. Ikkalasi ja chiqishib olishdi. Ikkita tortib o'rtab qoldi.
yarim soat o'tiramiz. Biz ham ketadigan vaqtimiz bo'lib qoldi, xudo xolasa. Natijalar yaxshi bo'ldi, qoniqarli. Mayda o'ta ko'p. Mayda deganda bu sazanda aytyapman. Mayda sazanlar juda ko'p. Lekin mayda sazanlar qo'yib yuborilyapti. Syomka ham qilmayapti. 1 kilo tepasida bo'lsa olamiz deb kelganmiz. Lekin kattasi bir 6-7 kiloga kamida baliqlari bor. Ilonbosh, sazan, amur, yiri baliqlar bor. Bugun bizga nasib qilmadi kattalari. Xudo xolasa yana kelamiz bu yerga albatta. Haftada bir bo'lsa ham kelishga harakat qilamiz. Oshna og'ayni, do'stlar bilan dam olgani kelib tursa bo'laveradigan joy. Nevaraman maza qilib damda oldi bugun. Qatib uxlaydi hali. Mayda uyapti lekin sudrab ketmayapti. Ko'p marta chiqarib yubordim, o'zinglar guvoh bo'ldinglar. Kuruchga chatalik qildimi? Kichiklik qilgan bo'lishi mumkin. Bormi? Olishdi menimcha. Mana to'la kelasi. Qani bular? Kapatib qo'yibdi. Hop, o'rtoqlar. Mana shunaqa so'rlardan 5-6 ta bor. Tapchanlardan. Soya salqin yaxshi. Dam olgan yozgi kunlarda. Hop. Kirishi bepul, lekin so'rlariga 150 ming so'mdan haq olinadi. 150 ming so'm to'lanadi. Osh-ovqat ila qilib beradi, 20 ming so'm, lekin shu xizmatiga berib qo'yiladi. Balig'ini 1 kilosi 50 ming so'mdan tutib olishidan mumkin. Xohlovchilar xohlagan paytlarga kelib bemalol dam olib ketishlari mumkin. Ovqat qilgan sharoitlari zo'r. Biz ham ketadigan vaqtimiz ham bo'lib qolyapti. Lekin baliq ham yaxshi tortyapti kechga yaqin. O'zinglar guvoh bo'ldinglar, mana necha marta chiqarib yubordim. Ortdami? Mana hozir bo'ydan tashlab ko'ramiz. Niki ilash bo'lmadimi? Yo'q. Sayyoz ekan-a? Turdan. Yo yaxshi. Kiryap. Mayda balim. Senikidan uzoqroq tashlab qo'yaylikmi? Jangan. Kiryap yana. Ayo, yoqqa boramiz. Sahlachin deb xalaqit qilyapti. Uzoqroq o'tamiz. Shaqqa mana ilashtirib qo'yapman mana. Tortyapti deysan, tortsa, o 3 qimillaydi. Mana, torib qo'yib qo'ydim. Bildingmi? Ko'ryapti. Mana 3ga qaraysan, po'kagi yo'q uni. Do'nka deydi buni. Ko'ryapman men.
Beri kalmadi ham urdi. Beri kalmadi. Hozir ko'ramiz. Ham hol to'p bo'ldi bu qalmag'im. Yemlarda kattaroq solinyapti, ham kattaroq narsalar solyapman, sababi bu yerda mayda baliq o'ta ko'p. Yemni yumshoq yoki maydaroq soladigan bo'lsangiz, mayda baliq bezor qilib yuboradi. Kompressor ishlatyaptimi bilmadim. Nimadir kraska sachishyapti ekan. Dam olamiz deb kelganmiz. Lekin mana shovqin bo'lib qoldi. Joyni o'zgartiraman bu holda. Miyalarni dam oldirgani kelgan ovchilar bo'lsak, shovqinlarga toqat yo'q hozir. Krevetka soldim. Bo'ylar, nonlardan ko'ra krevetkaga yaxshi uryapti. Beda solyapman. Joyni o'zgartiraman. Sababi bu yoqda ko'l egalari baliqlarga qamish o'rib tashlashdi suvga. Aynan shu qamishlar tashlangan joylarga amurlar kelish kerak. Hali ilon bosh bor degan qochib ketdi. Yana ekib bo'lyapti. Taqalmog'imdan ilon boshga deb tashlab qo'ydim. Qamishga o'ralashib qolmasa bo'ladi. Chatoq bo'ldi. Yo'q, ketib qoldi. Yaxshi, normalniy non edi. Yana chiqib ketdi-yu.
Oldingmi? Tepada shaxlar bor ekan. Qo'yib olamiz, kichkina bu. Bizdan bir bo'ldi. Qo'yib olamiz buni. Kichkina bu. Ne qo'yib? Qiynamasdan sekin suvga tashlab ol. Hayır. Ne qilaman? Ha, shu tomonni ko'ramiz endi. Suv tomonda o'tirdik, kichiklari chiqyapti. Endi katta tomonga o'tib ketyapmiz. Tollar tomonga. Shalipay tomon bilan tushib kiramiz. Bahodirjon. Juda chiroyli bag'ga tashlab o'tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Do'stlar. Tortmaysanmi buni? Voy, Ondan ilaç bak. voy bilan kattaga. Yoqib qo'ydim. Ha, kamerani rahmatsin. Qo'yni so'mkada kamera bor. Qo'l so'mkada. Kelin balon. Yaxshi lekin. Och qolib qolgan. Mo yonboshga kim bersa bor. Hakkamish. Mana. Ezib turish kerakmi? Monga qarating endi, qalmoqqa. Qo'qo suvga. Voy! Ko'rdingizmi nima kulganini? Ay! Qo'yib yubordi. Normalniy balaga. Kattalar qo'yib yuboryapti o'rtoqlar. Kattasi ekan. Vah! Yomon qochdi. Kurchoq kichik qilayotgan o'rtoqlar, uzib ketdi. Yo'q, uzmabdi-yu. Hopposh bunaqa juda ko'p bo'ldi o'rtoqlar. Barvar ketdi. Boshi keldi, Ustamjonlarga. Qani ko'rinmayapti o'tlar ichida. Qani bular? Oyatullo aka. Mamad Ali ketamizmi? Yeni bir pasta verilyapti. Ketaylik endi. Yo'q, deyapti. Ha?
nafas turaylik. Hop, videoni ko'rganda imkon qadar klasslarni bosib qo'ysanglar, ozgina bo'lsa ham sizlardan menga yordam bo'lib qoladi o'rtoqlar. Men ham qo'limdan kelgancha video qilishga harakat qilyapman mana o'rtoqlar. Hammalarga rahmat e'tiboringlar uchun. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolisa kelajakda yaxshi videolar qilib beraman. Hozir o'zim ishdan bo'shagan paytlarimda chiqib turibman ularga. Chiroyli videolarni xudo xolisa yovvoyi joylarga ham borishga harakat qilamiz. Lekin o'rtoqlar, bolalar borib kelyapti, ovchilarimiz. Suvlar juda pasayib ketgan. Mayda baliq chiqyapti. Mayda sazanchalar, mayda karaschalar. Ularni ovlagandan ovlamagan ma'qulroq. Undan shu xususiy ko'llarga kelib dam olib turganimiz yaxshi. Kuzlarga borib, balkim suvlar ko'payib qolar. Suvlar ko'payib qolsa, albatta borib chiroyli ovlar qilishga harakat qilamiz. Zo'r chiqdi deyapti. Baliq bormi, yo'qmi demaslar o'rtoqlar. Kelsanglar baliq narxda berdi. Shunisi qiziqarli. Oshna, bir ham reportaj yo'q qoldi mana. Yaxshi. Sochuvda keringlar. Katta ekan bo'lishi. Yo'qmi? Mana. Sig. Tashiring. Oho. Sazanmi? Sazan bo'lishi kerak. Abdurahmonga naql ketadi. Mana. Ko'rinyaptimi oshna? Zo'r, juda sifatli baliq. Oho. O'zimga qulluq bo'lsin. Endi bular ushlab tura olmadim, natijalarini biramni olib bera olmadim, sababi o'zim ham ol qildim. Men faqat qochirdim. Zo'rini olib chiroyligini. O'zi Bahodir akani birga ov yurib qoldi ancha edi. O'zi baliq ovlayman deb kelgandi bu bola. Haqiqiy dehqon, mehnatkash inson. Voy, O'zi bu yerda hammasi ustalar, oddiy mehnatkash bolalar. Baliq ko'rsatib qo'ydik. Qalinlar qilib mana. Zo'r. Hozirjon, omadingiz bersin. Sizlar o'zi qochib tura olmaydi, ancha baliq bilaman. Oshna o'zingiz ko'rganingizda klassda bosib, kommentariyalarga yozib yuboring bu narsalarni. Albatta, buni ham sekin qo'yib Qo'yonni rasmini chizib qo'ysam bo'laveradi, jar bo'lmasa. Ha? Qo'yonni rasmini. Sekin qo'yib yuborganmiz, olib qo'yganman. Qo'yib yuborasizmi? Chiydi qilam. Bo'ldi. Mana qopimiz to'ldi o'rtoqlar. Oshchasini qo'yib yuboryapmiz mana. Plan to'ldi-da. Plan to'ldi. Keragini olib kelsanglar, isrofgarchilik bo'lmaydi. Hammalarga rahmat. Hamma to'sinda qildi-ya. Endi Pashsha ham chaqishni boshladi-yu, ha? Bodirjon, bo'ldimi natija? Ha? Bu natijalar ko'rsatib qo'ydi buni. Qani? Endi anaqa desam, bu hali yeb bo'lganimiz ekan, balki yana qolib bo'ldi. Ammo juda ko'p qochirdim to'g'risi. Ya indamang. Ha? Olganim yo'q, qochirib yubordim. Do'stim, Indamasdan. mana. Zo'r. Hammasi 2 kiloni tepasida oshna. Maza qildingizmi? 3 kilo kayf. Zo'r. Mazda kelaverasizlar, bolalar. Pulchogingiz nechilik edi? 16. 16. 16, 14. Ha, men 8 ishlatyapman-da. Uzib ketganlar. Sizlardachi? Shu gapni. Hammanglarki mana shu. Ha. Yeb bo'lgandan keyin. Yeganda. O'nadan bolalarda ham bor qopda. Ha? Yaxshi. Maza qildik. Bormi hozir obollarda? Ha, bu domangiz bor. Haqiqali, quruq ketmaysiz, ketsiz. Chiroyli, sifatli baliq bilan ketasiz. Sizlarda nechta bo'ldi? Ko'paydimi? Qo'yib yubordingizmi? Yo'qchi. Ha, bularda yo'q ekan.
Xo'p, hammalar e'tiborlar uchun rahmat. Kuzatishda davom etinglar. Qiziqarli ovlarni xudo xohlasa qilib beramiz. Ular kichikroq ekan. Qo'yib yuborishibdi. Bomda Qolib ketasan o'zing. O't endi. Bitta ketaverasan yo'q. Yotib qolib bitta ketaverasan. Bu qovun shekilli. Qani o'zi u? Yurdi. Teralar, daralar orqasida ekan, tollar orqasida. Xamir jifu. Ha, o ekan. Ket tez o't endi. Ketamiz.